dasturchilar, Telegram bot bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi videoda Telegram botimizni qanday qilib bepul hostingga, serverga qo'yishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun endi bizda Telegram mana bu shablonimizda o'zimiz yozgan Ayogram 3 shablonimizdan foydalanish vaqti keldi. Aynan mana shu shablonimizni bizlar serverga qo'yib ko'ramiz, hostingga. Buning uchun bepul hosting kerak bo'ladi. Men boya qidirish davomida, mana shu darsni yozishda qidirish davomida mana bu renderni tanladim. Mana shu renderga biz o'sha Telegram botimizni deploy qilamiz. Buning uchun birinchi navbatda sizda GitHub akkaunt bo'lishi kerak. GitHub akkauntda bitta yangi loyiha yaratamiz. Men new repository qilaman. Xo'p, demak repositoriga nom beraveramiz, deploy. Xo'p, render bot deb yozib qo'yaman bunga. Deploy render bot Telegram botimiz. Bizga yana nimalar kerak bo'ladi? Boshlanishiga yangi repositoriy yaratib olaman. Repositoriy yaratdim. Repositoriy yaratganimdan keyin mana shu repositoriyning linkini, ya'ni aniqroq repositoriyni men o'zimning kompyuterimga klon qilib olishim kerak. Buning uchun men terminalni ochib olaman. Terminalni ochib olganimdan keyin men рабочий stolimga qaytib olaman. Mana bu bizdagi desktop papkasi. Bu yerga o'sha loyihamizni klon qilib olishimiz kerak. Git klon deymanda, mana bu GitHubdan olingan linkni aynan shu yerga tashlayman. Buni siz bilasiz. Va enter tugmasini bosaman va shu loyiha shu yerga klon bo'ladi. Tak, mana deploy render bot degan papka tushdi, joylashdi. Endi hozircha buni yopib turamiz. Endi buni ichida hozir hech nima yo'q. Mana papkani ichiga kirsak bo'sh turibdi. Endi biz mana bu Ayogram 3 shablonining ichidagi mana bu hamma narsani biz ko'chirib bunga o'tkazishimiz kerak. Hozirgi GitHubdan skachat qilgan nimaga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun mana bular hammasini belgilab olaman va bitta copyright qilaman-da. Bundan chiqib ketsam ham bo'ladi endi. Ochamiz, men shu yerga tashlab olaman. Menimcha tushuntira oldim. Avvalgi videolardagi tayyorlab olgan shablonimizni biz olamizda, bu yerga ko'chiramiz. Mana bu yerda bitta ortiqcha narsa cache kerak emas bu yerda. Korзинаga permis qilib oldim. Mana tayyor. Shablonimizni copyright qilib bunga tashladim. Endi mana shu papkani men PyCharmda ochib olaman. PyCharmda istalgan kod yozish redaktorda ochib olsangiz bo'ladi buni. Ana ochib oldik. Endi bizga muhim joyi, bizda maxsus tokenlarimiz bo'lishi kerak, .env fayllar, tokenlar va bizda requirements.txt bo'lishi kerak. Aynan mana shu requirements.txt hozir bizga asqotadi. Loyihani serverga deploy qilganimizda serverga aynan mana shuni ichidagi fayllar olinadi. Shunaqa ko'rinishda ishlaydi aniqrog'i. Bizda hammasi ishlab turganda, hammasi tayyor. Middleware ichidan middleware'larimiz ham tayyor edi. Mana bu yerda bitta ortiqcha narsa qo'yilgan ekan, middleware ichida qolib ketgan ekan. Buni o'chirib qo'yamiz. Kerak emas bu. Xo'sh, tayyor, deyarli hammasi tayyor. Filtrlarimiz, hamma narsa olingan. Endi mana shuni biz endi hozir GitHubga birinchi yuborishimiz kerak. Hozir mana GitHubda ko'rib turibsiz, bo'sh turibdi hammasi. Buning uchun endi loyihaga o'tamanda cd deploy bu emasdi. Deploy render botida o'yinni tozalab yuboraylik. cd deploy render bot edi. Mana shunga kirib olamiz. Mana cd deploy render bot. Endi buni GitHubga yuborishim kerak. Men git qilaman add hammasini GitHubga qo'shib olaman birinchi navbatga. Qo'shdik. Keyingi qadamda bilamizki, commit qilishimiz kerak. Sal yaqinlashtiramiz. Git commit -m. Hop, deploy. Deploy deb yozib qo'ydik shunchaki commitga. Ketdi. Keyingisi endi buni oxirgi qadamimiz git push origin main. Endi GitHubga push qilamiz. Mana bu hamma narsani.
23% ketyapti bu ham. Xo'p. Ekran kattaroq qilamiz. Bu push bo'lib tursa, ungacha men ozroq render haqida ma'lumot bersam. Renderni sayti quyidagicha render.com. Kirganingizda sizda ham shunaqa o'yinlar kutib oladi, katta ehtimol. Bu yerda men bundan ro'yxatdan o'tganman, o'shaning uchun sizda menda bunaqa chiqmayapti. Yuqorida ro'yxatdan o'tish oynasi chiqadi, sign up, sign in. Siz sign up tanlaysizda, bemalol Google orqali, Google akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizda mana shunaqa o'yina chiqadi, dashboard. Mana shu dashboard oynasiga bosasiz. Bu yerda renderning o'zini har xil tariflari bor. Ro'yxatdan o'tishni men ko'rsatib o'tirmadim, chunki avval ham ro'yxatdan o'tganman bunga. Xo'p, ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizda ham shunaqa o'yna chiqadi. Tak. Mana bunaqa o'yna chiqadi. Bular nima? Bular haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, bu 89% deyarli. Mana 100% bo'ldi, yaxshi. Endi bu yerda har xil servislar qo'shishimiz mumkin. Siz bu oynaga kirganingizdan so'ng mana shu web servis qismini tanlashingiz kerak. Birinchi boshidan render.com ga kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizda shunaqa o'yina chiqadi. Bu yerdan web servis qismini tanlashingiz kerak. Web servisini tanlaganingizdan keyin new web servisini bosasiz. Bu yerda biz mana bu GitHub akkauntimizni renderga ulashimiz kerak. Qanaqa yangi web servis qo'shish chiqadi? Mana men GitHubimni ulab qo'yganman. Sizda ham GitHubingizni ulaganingizdan keyin sizdagi o'sha mana bu GitHubingizdagi hamma repozitoriyalar mana shu yerda ko'rinadi. Mana bu yerda hammasi. Meniki hozir ulaganim uchun ko'rinadi. Bu yerda qiyin emas, aytganimdek, web servisni bossangiz, birdan GitHubni ulaysanmi degan ma'noda chiqadi. Ustiga bosasiz, tasdiqlash so'raydi. Yana ham qattiqroq tekshirib, menda shunaqa bo'ldi hozir. GitHubdan ro'yxatdan o'tgan Gmail akkauntimni so'radi. Gmail akkauntimni kiritgandim. O'sha Gmail akkauntimga tasdiqlash kodi yubordi. Tasdiqlash kodini olib, bu yerga bir marta kiritasiz va sizda ham quyidagicha o'yna ochiladi. Ya'ni sizning GitHubingizdagi barcha loyihalaringiz bu yerda ko'rinadi. Mana hozirgi yaratgan deploy render botimiz ham ko'rindi. Xo'p, bu yerdan ana shu qaysi loyihani deploy qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani tanlaysiz. Mana bunday qilib tanlab qo'yasiz. Tanlaganingizdan so'ng name, istalgan nom berishingiz mumkin. Men yaxshisi o'sha nomda o'zida qoladi, deploy render bot. Xo'p, language aytayaptiki, mana Python 3 bunga tegmaymiz. Boshqa loyihalarda ham joylash mumkin. Misol uchun mana ko'ryapsiz, Node.js, Go, bizga Python bo'lgani uchun Python 3. Branch main, birinchi root directory bu bizga shart emas. Endi mana bu yerda eng muhimi mana build command. Hozir deploy tugmasini bosganimizda bizda pip install qiladida -r requirements txt, ya'ni bizda requirements txtning ichidagi hamma mana bu aytib qo'ygan kutubxonalarimizni bizda requirements txtning ichidagini o'qiydida, hammasini bitta ketma-ketlikda o'rnatib chiqadi. O'rnatib chiqqandan keyin bu yerda start command yozishimiz kerak. Start command nima degani? Loyihani ishga tushirib qo'yadigan komanda. Bizda loyihani ishga tushirish uchun app.py edi, esingizda bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday yozishimiz kerak. Required deyapti. Mana Python app.py. Mana ko'rib turibsiz. Jarayon juda ham oddiy. Loyihani tanlaysiz, nom beramiz. Nom bergandan keyin requirements txtni o'zi tushunda, topdi. Bu yerda Python app.py loyihani ishga tushiradigan fayl nomi. Bu yerda qanaqa tarifdan qo'llaysan deyapti. Bizda mana free tarifini qo'llab tanlaysiz. 512 megabayt beradi RAM, oyga bepul. Xo'p, endi boshqa tariflari ham bor. Men loyihalarim uchun asosan bundan foydalanmayman. Keyinchalik buni qaysi servisdan foydalanishimni aytaman. Xo'p, $85 4 GB RAM juda ham qimmat ekan. Bizga hozircha o'rganishimiz uchun free bo'ladi. Mana shu qadamlarni qilib kelganingizdan so'ng free ni tanlaysiz va pastda eng muhim qismlardan biri aytayapti mana environment variable. Bu nima desak, hozir loyihamizda requirements txtni o'rnatadi. app.py ni ishga tushirganda bizda bot tokenlarimiz bor. Ya'ni Telegram botimiz ishlashi uchun bizga bot token kerak. Bot tokenni qanday ulaymiz? Datani ichidagi mana bu config.py
bot token degan o'zgaruvchini qidiradi, ya'ni .n faylini ichidan. Bu o'zi bizga .n faylni yaratadi. Mana o'sha .n fayliga nima deb yozishimiz kerak? Bot token deb yozishimiz kerak. Chunki mana bu o'zgaruvchi qanday bo'lsa, xuddi shunday yozishimiz kerak va value qiymatiga endi o'sha bot fazerdan olingan API keyni berishingiz kerak bo'ladi. Men hozir bu yerga demak Telegram botimga kiraman. Telegram botga kirganimdan keyin bot fazerga o'taman. Mana shu bot fazerdan mana bu o'sha Telegram botingizni tokenini olasiz. Men buni bitta revoke qilib yuboraman. Mana bu tokenni oldim. Tokenni olganingizdan so'ng bu yerga tashlaysiz o'sha tokenni. Yana boshqa o'zgaruvchilar bo'ladigan bo'lsa, uni ham qo'shamiz. Bizda yana bittasi bor. Bu admins, ya'ni biz bilamizki, config ichidan bot token bilan adminsni o'qiydi. Yana ham boshqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu add ni bosib qo'shib borasiz. Admins bu bizada o'sha Telegramimizdagi botdagi adminlar. Ya'ni bu yerda men user info bot bor, avvalgi darslarda ham aytganmiz. Mana bu ID ni olamanda bu value ga qo'shib qo'yaman. Qiladigan ishlarimiz shu. Xo'p, mana aytayaptiki, mana add from .env. .env ichiga mana shu ikkalasini o'zi avtomatik qo'shib beradi. Agar sizda hammasi tayyor bo'ladigan bo'lsa, agar loyihani kodida xato bo'lmasa, o'zi mana tanladik, hammasini qildik va deploy web service. Mana bu tugmani bosamiz. Deyarli o'sha bilan faqat kutish qoldi bizning ishimiz. Demak, mana ishni boshladi. Hozir mana shu yerda loglardan ko'rishimiz mumkin, qanaqa jarayonlar bo'lishini. Xo'p. Mana demak, boshladi. Klon qilib oldi loyihani GitHubdan. O'qib boradigan bo'lsak, Python 3.14.3 ni oldi. Xo'p, yuqoridan boshlab kelaylik. Oldi. pip install -r requirements text qildi. Mana ko'ryapsiz, IO files, iogram hammasini boyagi requirements textning ichida nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini o'rnatyapti. Pydantic, python.env mana bu hammasini o'rnatib olyapti. Xo'p, upload qilyapti, deploy qilyapti. Build successfully mana ko'rib turibsiz. Shu bilan build successfully bo'ldi deyapti, muvaffaqiyatli o'rnatildi. Endi buni biz sinab ko'rsak bo'ladi. Sinab ko'rish uchun biz o'sha bot fazerga kiramiz. Bot fazerga kiramizda start komandasini yuborib ko'ramiz. Xo'p. Negadir ozgina kechikdi. Running python app.py endi ishga tushyapti bu. Hozir javob berib qolish kerak. Yana bir marta start komandasini bosib qo'yamiz. Bizga xabarni qaytarish kerak. Aynan qaysi xabar? Handlers ichidagi bizdagi mana bu users.py ushlab olib, salom, xush kelibsiz degan xabar qaytish kerak. Hozircha jam. Agar nimadir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa ham, buni hech qisi yo'q. Agar xato chiqsa, o'sha xatoni o'qib olishimiz kerak. Mana javob berishni boshladi. Start. Mana salom, xush kelibsiz dedi. Ko'rib turibsiz, juda ham oson bu. Endi masalan, sizda yana savol bo'lib qolishi mumkin. Men loyihamni o'zgartirsam-chi, agar loyihani ichidagi bironta fayllarni o'zgartirishga kiritsam, masalan, mana buni salom, xush kelibsiz emas, masalan, o'zgartirishimiz mumkin. Deylik, hi everyone desak, mana bunday qilsak, endi bu o'zgarishlarni qanday oladi deyishimiz mumkin. Birinchi navbatda o'zgartirish kiritganimizdan so'ng bu juda ham oson. Terminalga o'tasizda, o'zgartirish kiritgandan so'ng o'sha o'zgarishlarni yana qaytadan gitga add qilamiz birinchi. Undan so'ng git commit qilamiz. Keyin git push qilamiz. Git push. Biz boshida servis tanlaganimizda bitta qulay jihati GitHub repozitoriyni biriktirdik. Biz GitHub repozitoriyiga nimani deploy qilgan bo'lsak, o'shani oladi. Ozgina 1-2 daqiqadan so'ng yangi deployni o'zi pull qilib oladi-da, bu o'zi avtomatik o'zgaradi. Shu tomoni bor. Hech nimani o'zgartirishimiz shart emas. Biz bir marta deploy qilib qo'ysak, o'zi avtomatik o'zgarishi kerak bo'ladi.
Mana bu 12 va 13larda. Hozir endi qaytadan bitta start bosib ko'ramiz. Salom, xush kelibsiz. Hali ham shunda turibdi. Bu tezda o'zgaradi. O'zi avtomatik o'zgaradi. Ijtimoiy tegishimiz shart bo'lmaydi. Xo'p. Shunday qilib, demak, ko'rib turganingizdek, salom deb yozsak, biz echo ishlab olish kerak. Qalaysan? Start. Too many requests dedi. Biz middleware ham ishladi. Buni ham test qilganimiz yaxshi bo'ldi. Salom, xush kelibsiz. Hali ham o'sha turibdi. O'zgarmabdi. Lekin avtomatik o'zi o'zgaradi bu. 12 13. Xo'p. Boshqa qismlarni ham ozgina ko'raylik. Bu yerda settings qismi bor yoki log qismi bor. Mana loglarni ko'ramiz. Logs qismini. Log qismida mana har bitta jarayonlarni bu aytib, bilib turibdi. Ko'rib turibdi. All logs. Application programmani loglarini ko'ramiz. Start bosamiz. Beeple servis bo'lgandan keyin buni o'zgartirish ozgina vaqt olishi mumkin, lekin boya aytib o'tganimdek, avtomatik o'zi o'zgaradi. Menimcha sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, izohlarda fikringizni yozsangiz yordam beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.